Manbalarda yozilishicha, qadimgi Xorazmda miloddan avvalgi 4-asrdan boshlab astronomiya ilmi keng taraqqiy etgan. 2 qavatdan iborat qo'y qirilgan qal'aning markaziy saroyi rasadxona vazifasini bajargan. Abu Rayhon Beruniyga ko'ra, qadimgi xorazmliklar quyosh kalendariga asoslangan yil hisobidan foydalanganlar va bu kalendar milodiy 10-asrning boshlarigacha amal qilgan. Xorazmliklarning yil va oylar boshlari So'g'd ahlinikiga o'xshash bo'lib, eronliklarnikiga esa teskaridir, deb xabar beradi Beruniy. Xorazm taqvimiga ko'ra, bir yilda 365 kun bo'lgan, yil har biri 30 kunlik 12 ta oydan tashkil topgan. Xorazm vohasining fanga ma'lum bo'lgan qadimiy taqvim tizimi makedoniyalik Aleksandrdan 980 yil oldin boshlangan. Ilk davrlarda hafta ishlatilmagan. Ularda hafta kunlari ma'lum mohiyatga ega deb hisoblangan. Kunlar hafta tarkibidagi nomlardan tashqari yana boshqa nomlarga ham ega bo'lgan. Xorazmliklar oyning har bir kuniga alohida nom berganlar. Xorazmliklarda va So'g'diylarda bir oy ichida 11 kunning nomlanishi bir xil shaklda bo'lgan. Xorazmliklar oy nomlarini ishlatganlar. Ularga asoslanib astronomiya bo'yicha hukmlar chiqarganlar. Manzillarini va ismlarini yodda saqlaganlar. Oy manzillarini 12 burjga bo'lib, burjlarni o'z tillarida alohida nom bilan nomlaganlar. Abu Rayhon Beruniy shunday yozadi: Xorazmliklar burjlarni arablardan ko'ra yaxshiroq bilganlar. Xorazm taqvimiga ko'ra, yil boshini belgilash uchun ortiqcha kunlarni qo'shishda bir xil amalni bajarganlar. Ular quyosh yilining har bir 115 yili 365 kundan iborat deb hisoblashgan. 116-yili esa bu tartibga bir oy va bir kun qo'shiladi deb qayd etganlar. Bu qadimiy taqvimga ko'ra yangi yil Navsorji oyidan boshlangan. Beruniyning yozishicha, biror muddat o'tib ketgan yilning avvalidan hisobga olinadigan ma'lum bir muddatga tarix deyilgan. Millatlarning tarixlarini ishlatishda bir-birlaridan farq qilganlari kabi, oylarning avvallari, har bir oyning necha kun bo'lishi va buning sabablari masalasida ham ajraladilar. Eng muhimi, xorazmliklar foydalanadigan oylar 12 ta bo'lib, har biri 30 kundan tashkil topgan. Xorazmliklar Isfandoraji oyining oxiriga qo'shiladigan ortiqcha 5 kunning birinchisini oyning birinchi kuni Rimj deb atab, qolgan kunlarni ham birma-bir ketma-ketlikda nomlaganlar. 5-kunni Isfandoraji deb atashlarini, undan keyin Navsorji oyida kun yana Rimjdan boshlanishini Beruniy tadqiq qilgan va aniqlab yozib qoldirgan. Xorazmliklar oxirgi oyga qo'shiladigan bu 5 kunni alohida nomlamaganlar. Qadimgi Xorazm taqvimi haqida yanada to'liqroq ma'lumot olish uchun Abu Rayhon Beruniyning Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar asarini o'qishingiz mumkin.